Yo, hammaga salom. Sizlar bilan men yana o'zlaringlar bilasizlar, Krezo uz Minecraft. Bugun qanaqa video olamiz desanglar, bugun biz sizlarga ajoyib sit ko'rsataman. Buni ko'rsanglar naqd o'zinglar ochilib qoladi. Qani unda go. Hozir sitni mana yerdan ko'rib olamiz. 143 239 85 57. Mana adashmagan bo'lsam, mana shu sit. Endi to'g'lamiz. Sitni to'g'ri yozibman. To'g'lasizlar, daraxtlar bor. Daraxtlarni shunday sekin qilasizlar, shunday osmonga uchasizlar. Keyin osmonga uchgan shunday orqangizga qaraysizlar. Shunday ketasizlar, qishloq chiqadi. Bu oddiy qishloq emas. Mana ko'rib turganingizdek oddiy qishloq. Keyin mana tog' tomonga yurasizlar. Piramida chiqadi. Va bu yerda yana bitta qishloq bor, yana bitta piramida bor. Bu yerda yana bitta piramida bor. Mana qishloq. Keyin mana yerda temirchining uyi bor. Temirchining uyidan bu yoqqa ketasizlar. Mana piramida bor joyda. Mana yerda sal buzilgan yana bitta piramida chiqadi. Tepasidan kirasizlar. Screenshot qilib sidni yozsanglar bo'ladi. Ikkita qishloq, to'rtta piramida bor. Men o'zim ham shu yerda o'ynayman. Survival qilib, yo'qdan yo'qqa ko'chib yuraman. Ko'p olmas, juda ko'p. Bir stagu bitta oltin chiqadi. Men hamma piramidalarni ichiga kirib, narsalarni olib, kuchayib, keyin qishloqdan xohlasanglar uy qurib olib, o'ynasanglar bo'ladi. Вообще zo'r. Qaranglar. Kelinglar, sizlar temirchi uyini ichini ko'rsataman. Endi piramidalarni kiramiz, mayli kiramiz piramidalarni ichiga. Mana nimalar chiqishini o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar. Endi piramidalarga kiramiz. Boshidan boshlaymiz. Birinchi bu buzuq piramidadan boshlaymiz. Xo'p, kiramiz, ehtiyot bo'lamiz. Paket. Mana buni sindirib tashlaymiz. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar nima borligini. Ikkinchi sandiq, mana. Uchinchi sandiq. Bu esa to'rtinchisi. Endi esa chiqamiz. Chiqib ketamiz, zo'r. Endi bu ikkinchi piramidaga kiramiz. Tepasidan kiraylik. Opa, mana kirib oldik. Bitta fakel. Mana bu yerga bitta fakel qo'yaylik, normal bo'ladi. Mana va mana. O'zingizlar ham ko'rib oldinglar. Agar tez qilgan bo'lsam, stop ko'rsanglar bo'ladi. Endi esa keyingi piramidaga o'tamiz. Bu esa mana bu piramida. Buni ichkarisidan ko'rsagan bo'ladi. Normal piramida. Asoga tushamiz, bitta bundan qo'yamiz. Sindiramiz va mana. Sekin chiqamiz va oxirgi piramidamizga kiramiz. Bu yerda nimadir qilib tashlashgan, lekin bilmayman o'zining nimaligini. Fermachi. Ochmayman, to'xtanglar. Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va mana to'rtinchisi. Bo'ldi, qolmadi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.
Agar ko'proq layk bossangiz, albatta shunga o'xshash sifatli kontentlar chiqadi. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hammaga xayr!